Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizi başlamıyoruz. Leksiyada sizga Roza Washington'da sözleyimiz. Bugünkü sağı 2026 yıl, 22. gün heptik Yekşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizde neyse Prezident Donald Trump, İran'da uruş to'xtatish to'g'risida ve İran'da qo'lga keltirgan natijalar to'g'risida to'xtaldi. Bunu bir vaziyetimizden birincisi deb aytamiz. İkincisi vaziyetimizden vatandaş hazır İran anlaşa qaraganda 6 türlük şartni o'ttirib qo'yib urush to'xtatishga kelishibdi. Uning ichida birisi urush chiqimini kim to'laydi? Urush chiqimini to'lashi kerak debdi. Bu hozir mintaqaga tushmay qolibdi. Nima ish qilsangiz, hozir bu urushning boshlangan vaqti 23-yil 10-oyning 7-kunida elayotganda Hamasning hujum qilishi ve Hamas'ın İran'dan qo'llashi bilan boshlandi urush. Avval buni tarixini söylesek şundak başlandı. Şundak vaqtida urush chiqimini to'lash bu boshqa davlat yoki Amerika yoki İsrailya emas, uydan to'laysa buni. Urushni avval boshlagan odam to'laydi qoida bo'yicha. Buni qo'yib turaylik so'zlashadigan vatandaş. Bugungi anglaydigan birinchi mavzu mundaq. Prezident Donald Trump İran'a en oxirgi ultimatum topshirdi. Mavzuli xabar 3-oyning 21 kuni erkinlik vaqti gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika İran'a qaratgan tarixiy xarakterlik g'azab. Her ikisi zo'r natijalarga erishdi. Lekin İran fosfor bo'g'izini kontrol qilib, yer-shari energiya krizisi paydo qildi. Navbatda 22 davlat bayonot e'lon qilib, İran'ның fosfor bo'g'izini qamal qilishni qo'yib o'tishini talab qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 3-oyning 21 kuni İran'a tahdid xarakterlik ultimatum topshirib, agar qamal qilishni bekor qilmaydi ekansan, İran'ның elektr stansiyalariga hujum qilamiz dedi. Prezident Donald Trump sosyal medyasida mundaq ko'rsatdi. Agar İran mushu 48 soat ichida hech qanday tahdid bo'lmagan ahvolasida fosfor bo'g'izini butunlay echib o'tmaydigan bo'lsa, Amerika İran'ның elektr stansiyalariga hujum qilib, tarmar qiladi. Avval eng cho'ng elektr stansiyasi tarmar qiladi. Bundan buran Prezident Donald Trump yana bir parcha fikr qoldirib, Amerika İran'ni uzul kesil tarmar qildi deb ta'kidlab, New York Vaqt gazeti muxbiri David Sangerni tanqidlab, meni maqsadim yetalmadi dedi bu gazet. Lekin men maqsadimga yetdim. Belki ko'zlagan vaqtdan bir necha hafta burun maqsadimga yetdim deb ko'rsatdi Prezident Donald Trump. Prezident Donald Trump yana mundaq ko'rsatdi. İran'ның rahbarlik qatlami endi mavjud emas. Uning dengiz armiyasi, havo armiyasi allaqachon tarmar qilindi. İqtidardan ayrıldı. Biz bilan kelishim imzolamoqchi bo'lyapti. Lekin men xohlamayman. Prezident Donald Trump en oxirida New York Vaqt gazetini tanqid qilib, New York Vaqt gazeti mening saylam davrimda xabar qilganidek shundoq iqtidorsizdir. New York Vaqt gazeti bu gazet mag'lub bo'lgan matbuotdir. Doimdagidek soxta ma'lumot berdi deb ko'rsatdi. Prezident Donald Trump gazeti demak New York Vaqt gazeti mag'lub bo'lgan matbuotdir. Davomli soxta ma'lumot berdi deb ko'rsatdi. Endi yana bir xabar vatandoshim Xu Junyi Dilosi advokati maxsus ziyorat. Advokat Gaufi tashabbusnomasi ishki a'zolar qora pardasini echib tashlashdan signalini yangratdi. Ishki odam a'zolarini elib setish qora pardasini echib tashlashdan signalini yangratdi. Mavzuli xabar 3-oyning 22 kuni Jungo nazar orbitida e'lon qilindi vatandosh.
Haber mundaq başlandı. 2026 yıl 3. ayda Hobi өлkülük, Əsi Guangzhou şəhərlik, Grejden Gavfi, Merkez derdilik 5 organga teşebbüsname evetip, kandaşlık münasibeti bulmagan ehbalda. İşki əzalarını köçürüş kəsbini umumizlik, tekşürüşünü ve vaxtınç toxtuş için talep kıldı. Bu eş muqimlikni qoğdaş cihati besem payda kıldı. Amerika'da yaşavatkan kişilik hukuk advokatı Gavfi'ni məxsus ziyaret kılgıçılar bu eş asası kanunda verilgen fırala teklif biriş hukuki əməliyeti bulup fırala eni ve fırala yüreklik buluşunu aşkarlap berdiydi. İşki əzalarını köçürüşünün karanqı mülazimetiga xırs ilan kılıp kalmay, belki hayatlık hukukunun tehlikeye uygunuş elip geldiği dedi ve mundaq görsetti. Bir partiya, komünistlik, müstebit partiya hükmürallığını ahırlaştırgandılar andın adam işki azalarını kesip atkan, kolunu kesip taşlıqılı buluday. 3. ayının 5'inde advokat Gavfi, Memleketli Halk ve Cungo Memleketli Halk Vekiller Kurultayı daimi komitetiga Cungo Devlet Mahkemesiga, Devletlik Tekşürüş Nazaret Komitetiga, Sakçı Ministerliği, Devletlik Seyyiye Komitetiga, Merkezi 5 organı xat yazıp hem hayatlıklı qoğdaştagliki, kandaşlık bulmagan işki ahval asıdı, işki əzalarını köçürüş, her kitini umumizlik tekşürüş ve vaxtınçı toxtuş doğrusu da ciddi teşebbüsname evetti. Bunu da Gavfi şundak etdi ki adamın işki əzalarını tırık durup kesiviliş. Hazır bu bir soda aylandı. Devlet derlik soda dairesinden alkıp çıkıp hazır. Hususuyla soda ticaret kıldıgan, soda materyali aylandıydı. Öyle pekeyen vatandaş. Eğer muş alga pul tepeş, adam öldürüp ciğerini setiş, adam öldürüp öpkisi setiş, adam öldürüp yüreğini setiş, Xitayda ticaret aylangan bolsa, bunun akıbetini tasavvur kılıp pekeyen vatandaş. Uygurlar, ne mümkün de. Japonya veziri, yani bir haberimiz Japonya veziri Saneti Keiichi, hesaplı bugün 22. günü olsa ziyaret ahırlaştı. Saneti Keiichi, Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump bilan ko'rishdi. Tayvan bo'g'uzi teatri yezilib bo'ldi. Japonya veziri Saneti Keiichi, Aqsarayda Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump bilan ko'rishdi. Tayvan bo'g'uzi teatri yezilib bo'ldi. Mavzulu xabar 3. ayının 21. günü Venvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Beşi obzor mundaq ko'rsatdi. Obzor juma o'ttiri sharqda vaziyat o'rlamoqda. Yer şari bir xatarlik qurulması qayta tashkillanayotgan bir chaqda Yaponiya veziri Saneti Keiichining Amerika ziyoratga kelishi odatdagi diplomatik faoliyat ma'nosidan allaqachon alqib ketdi. Qaramaqa masala mavzu sifatida İran energiya ve bexatarlik fosfor bo'g'uzi muammolarini davr qilib muhokama qilinsimi? Lekin agar mushu konkret masala bo'yicha tushundigan bo'lsak, bu qatimqi ishki davlat boshliqlari suhbatining salmiqini tuvan mo'lcharligili bilmaydi. To'g'risini aytganda Amerika, Yaponiya davlat boshliqlari bu qatim Washingtonda bir halqiliq paytda uchrashganligi, ittifoqdoshlar lagerini tartiblash va ittifoqdoshlar nishonini qayta aniq sharhlash bo'lib hisoblandi. Bu uchrashuv va suhbat tarqatgan signal navbatdagi krizisni qandaq bir taraf qilishlar emas, balki kelar qatim yetib keladigan buningdan dahshatli ig'ir to'qinishga tayyorlik qilishdir. Navbatdagi krizis İran krizisi.
Bunu qandaq hal qilishli masalasi emas. Navbat hozir bu ishda endilikli gap. Buni bu qatim oldimizda yetib keladigan bundan eg'ir to'qinishga tayyorlik qilish masalasidir. Demak, bugun İsrail, Amerika, İran to'qinishi qilib qoldi. Ikkinchi to'qinish nima vatandosh? Tayyorlik qilishlar. Eng oxirida obzorda mundaq ko'rsatildi. O'rta Sharq bu sinaq maydoni. Tayvan bo'g'uzi haqiqiy imtihon maydonidir. O'rta Sharq bu sinaq maydoni. Tayvan bo'g'uzi haqiqiy imtihon maydonidir. İttifaqdaşlık bo'lsa, bu hukmga dal hozir qayta ta'bir berildi. Amerika, Yaponiya ittifaqdaşlığı bo'lsa, bunun hozir yana qayta muqim ta'bir berildi. Yaponiya vaziri Sani Takaichining bu qatim Washingtonni ziyorat qilishi har qanday bir konkret masalani hal qilmadi. Aslida mujmal bo'lib turayotgan masalalarni texmo aydınlaştırdı. Orundan dasturaş, mücmellikning o'rniga dastildi. Sözlü mücmellik, hareketli mücmellik aslida endi o'rundan dasturaş. Yaponiya o'rundan dasturaş. Amerika Qo'shma Shtatlari o'rundan dasturaş. Endi Tinch okean rayonida, Osiyo rayonida o'rundan dasturaş. Endi bu mushundaq aydınlaştı. Qarqılarning o'rniga dastildi. Harakat ifoda bildirishning o'rniga dastildi. Harakat qilish, ya'ni ifoda bildirishning o'rniga dastildi. İttifaqdoshlarni qayta tanlash boshlandi. Bugun bu dunyoning o'zila yep-yangi bir bosqichga kirib keldi. Biz kelishimiz nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qatimqi siyosati mana shunday deb qo'ydik o'ttirg'a. Cöngüge qaratgan siyasi muşundak dedik, nazariyeçilerinin nazariyesi şerhiylep tünüzüyle kösettik vatandaş. Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatlarining siyaseti yoki Yaponiya ittifaqdoshlig'i din aytganda yenidan tanlash davri boshlandi. Hem bugün bu dunyoning o'ziga qarasangiz yep-yangi bir bosqichga kirib keldi. Biz tüngünün degan to'q, urushdan keyingi ikkinchi dunyo urushidan keyingi tartib koni tartibga aylandi. Yangi tartib. Agar sen cho'ng davlatlik o'rnini qo'lga keltirmoqchi bo'lsang, mushunday ishlarni qilasan. Qilsang andin cho'ng davlat o'rniga o'talaysan dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoga shunday topshirdi dedik. Endi bugun dunyo yep-yangi bir dunyo tartibi kirib keldi. Yangi tartib kirib keldi. Shundaqli Yaponiya tashlagan bu birinci qadam nayt aniqki bu endi boshlandi. Shundaqla shu narsani aytdi aniqki, ya'ni shundaqla Yaponiya tashlagan bu birinci qadam. Masalan, o'tgan yil 10 oyning 28-29 kun Tokio Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti e'lon qildi. Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati oltin davriga kirdi. Bu qatim Yaponiya vaziri Sani Takaichi Oqsaroyda e'lon qildiki, Yaponiya qaytib keldi. Endi bu qatim Yaponiya tashlagan bu birinchi qadam nayt aniqki, bu amdiki boshlanish. Harakatning boshlanishi, tashqi siyosatning boshlanishi Osiyoda. Amerika Qo'shma Shtatlari dokument e'lon qilib, Jungo Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mablag'ini kontrol qildi. Xodimlarni va tinchlik saqlash qismlarini kontrol qildi. Bu orqali o'zining qora niyatini ilgari surdi. Bu orqali o'zining qora niyatini ilgari surdi. Mavzuli xabar Shinjayning 21 kun Amerika ovozdan Xitoydan bir grammimiz e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi, Avam Palata Jungo masalasi favqulodda komiteti 3-oyning 20 kuni e'lon qilgan bir turlik tekshirish dokumentida bunday ko'rsatildi. Jungo dal hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotini qamal qilib, kontrol qilib, o'zining nishonini ishga oshirmoqda.
Dokladda mundaq görülsüldü. Çünkü kılıvatkan bu işler Birleşken Devletler Teşkilatı bu organga ziyan, zahmet yetkizip kalmasın. Belki Amerika'nın devlet menfaati ve kımmet karaştırımı ziyan, zahmet yetkizdi. Oxşaşda bir vaxtda Avam Palata Biyodjet Komitetinin bir qatımlıq guahlık bir işçiğini yukarı komitetinin reisi John Mollen'dir. Amerika'nın Birleşken Devletler Teşkilatı daimi turistlik elçisi Mike Waltz. Amerika ve Amerika'nın ittifakdaşları Birleşken Devletler Teşkilatı'nın uçuk yürük bu buluşunu toğdaş çünkü oxşaş devletlerinin payınlayıp ketmesi doğrusu da daimi turistlik elçi Amerika Koşmuş Ştatlarının elçisi Mike Waltz'den cevap talep kıldı. Avam Palatası Fevkalade Komitetinin reisi John Mollen'dir. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı kayıt yasap çıkışının işki perdesi mavzuluk dokulatı da 34 bet bulup bu dokulat da əzala sözlep durğan çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı da sistemlik hareket kılış arkalık Birleşken Devletler Teşkilatı'nın maliye pul acırışı. Cüngülük emeldarlarının mühim hizmetleri uğurlaştırışı. Birleşken Devletler Teşkilatı değişik saklaş kısımlarını uğurlaştırış. Soğudu menfaatlerini qoğdaş hem de devletli münasebetlik teşkilatlarını iki cihette Birleşken Devletler Teşkilatı teşkillaş. Şunu bilen neticini elip çıkıp Beijing ümit kılgan nişanğı terakki kıldırış. Demek Beijing Birleşken Devletler Teşkilatı müştak kontrol kıldı. Değişik saklaş kısımları şunda kontrol kıldı. Beijing üzerinin xadimlerini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mühim organları uğurlaştırdı. Beijing Birleşken Devletler Teşkilatı'nın pul biyodjet planını kontrol kıldı. Demek bunun için bugün Amerika Koşmuş Ştatları Avam Palata Fevkalade Komitetinin reisi John Mollen'dir. Dedi ki bunun önünde dikkat kılacağın vakit geldi. Dedi vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz bu şu, tünükü çıkan mı da kaldınlar, keçirinler vatandaşlar.